Labbiy opajon. Menga qarang. Ana bitta rosa maqtildingiz-ku, bitta Bagima do'koni nomi nima edi? Bagima 002. Ertaga dugonam qizini uzatayotgan ekan. O'shanga mabodo shu do'koningizda skidga ketmayaptimikin? O'zi ularning skidkaligi hayotda ikkinchi kunigachamidi? Adashmasam, lekin futbolistlar jahon chempionatiga chiqqani munosabati bilan hamda haj va umradan keladigan onajonlarimizni o'ylab, yanada skidka qilishdi. Iyunning oxirigacha ekan skidkaligi. Yaxshi, shu futbolistlarimiz YouTube'da har yili yutib yurishaversin. Biz shunaqa skidkalarda Bagimadan olib yuramiz. Aytganingiz kelsin. Menga qarang. Hozir Spirgin tashlaylik, o'sha Bagima 002 do'koniga borib, hamma narsa olib keling. Bagima olib keling, hamma narsalardan terib olib keling, bo'ptimi? Xo'p, bo'ladi. Pul bermaysizmi? Mendan pul so'rayapsizmi? Bog'chada ishlayapsiz-ku. Unga rejalarim bor edi-da. Ukamga aytdingmi, ishlattirmay qo'ysinmi? Yo'q, opajon, hozir olib kelaman. Hozir yaxshiyam skidga ketyapti-ku o'tda. Shunaqa bo'lsa, skidga ketayotganda tez-tez olib oling. Voy, sizga nimalar qilmaganman men to'yingizda to'q. Qaynonaga qiz bo'ling kelin